Xodimlar bo'limi. Xodimlar bo'limida bizni barcha firmamizdagi xodimlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yuqori qismida bizda firma bo'yicha filtrlash yoki filiallar bo'yicha filtrlashimiz mumkin. Oldingi videomizda biz Sanjarbekni kiritgandik. Keyin uni Hikvision apparatiga kiritdik, qurilmamizga kiritdik. Undan keyin bosgandik. Yuzini skaner qilgandik. Agar Sanjarbekning ichiga kiradigan bo'lsak, o'sha paytda holatdagi rasmimiz ko'rinib keladi. Shuni ko'rishimiz mumkin xodimlar bo'limida. Keyingi bo'limimiz davomat bo'limi. Davomat bo'limida biz oylik davomatni olishimiz mumkin. Masalan, bizdagi bu belgilarni pastda ma'nosi berilgan. Galochkani o'z vaqtida doiraning ichidagi galochka kechikkan minus yo'q ishchilar. Masalan, Sanjarbekni ko'radigan bo'lsak, 17-kuni iyun oyida kechikib kelgan. Islombekni ko'radigan bo'lsak, bu ham kechikib kelgan. Bu oylik davomat bo'yicha tabelni ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu joyda. Endi oxirida o'tadigan bo'lsak, ana umumiy ma'lumotlar. O'z vaqtida 1 marta kelgan, kechikib 8 marta kechikib kelgan. Sanjarbekni ko'radigan bo'lsak, 1 marta kechikib kelgan, chunki o'z buni endi kiritdik. 16 kun kelmagan. Umumiy bu joyda itog ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.